Hammaga salomlar. Sizlar bilan yana men, Mr. Shiribom va eng zamonaviy sizlar kutgan Shiribom Show. Kayfiyat bom bom, chaynasang Shiribom. Bugungi showimizda oldinda sizlarni juda qiziq bo'lgan bellashuvlar kutmoqda. O'tkazib yubormanglar. Qani, ketdik. Shiribom Show'ning har bir sonida 9 nafar bolakay ishtirok etadi. Har bir guruh ishtirokchilari bittadan qiziqarli topshiriqni bajaradi. 3 nafar bolakay ichida kim chaqqonligini va epchillik qilsa, final sari yo'l oladi. Finalga o'ta olmadim deb xafa bo'lishga hojat yo'q. Ishtirokchilarimizga esdalik sovg'alarini taqdim etiladi. Shouning final bosqichida 3 nafar bolakay bellashadi va ularni sovg'alarga to'la bo'lgan ajoyib barabanlar kutadi. Shiribom Show omadli ishtirokchilarni birin-ketin davramizga taklif qilamiz. Marhamat, Alimov Azizbek, Ashuraliyev Mashhuda, Jo'rayeva Shukrona, Abdurahimov Nurmuhammad, Muhammadjonov Behruz, Yusupova Yasmina, Akromov Behruz, Rahimova Durda, Davlatbekov Erkatbek. Qarshılar bilan kutib olamiz azizlar. Demak, azizlar, xush kelibsizlar. Aniq yutamiz deb kelganmisizlar. Birinchi o'rin olamiz hammanglar. Shu kayfiyatda davom etamiz. Demak, sizlar bilan hozir biza maxsus akvariumda joylashgan qoptokchalar bor. O'sha qoptokchalar bilan sizlar bilan guruhlarga bo'linamiz. U akvarium hozir mana qo'limda paydo bo'ladi. Qani, shu akvarium ichida hozir qoptokchalar bor. Ularni hozir ko'zingizni yumgan holatda tanlaysizlar. Kelishdikmi? Qarash bo'lmasin. Ko'zlarimizni bekitamiz, hammamiz borganimda olamiz deyman, bitta olasizlar, xo'pmi? Oling. Sizlarning ko'zingizni bekitib, ko'zlarni bekitib olamiz. Yaxshi. Ko'zlarni bekitgan holatda olamiz. Yaxshi, qaramasdan. Yaxshi. Qani. Endi siz. Marhamat. Oxirgisi. Mana ko'rib turganingizdek, bizda akvariumimiz bo'm-bo'sh holatga keldi. Endi sizlar guruhga ajratamiz. Xo'sh, qani ketdik. Wow! Ana endi hammasi joy-joyiga tushdi. Bu degani mana yashil, ko'k va sariq guruhlar o'z-o'zidan kelib chiqdi. 3 guruhga bo'lindinglar. Tushunarlimi? Endi qaysi biringlarda birinchi raqam bo'lsa, bir qadam oldinga chiqsin. Sizlar bilan hozir mana shu 3 ta sardor, men hozir qo'limda sharlar paydo qilaman. O'sha sharlarning ichida shartlar yozilgan. Demak, qani ketdik. Demak ketdi. Qani keling. Oling, xohlaganingiz. 3 tadan bittasini tanlang. Mana shunisi. Endi siz tanlang. 2 tadan va o'z-o'zidan qoladiki, bu sizga. Qani o'qitchi nima bellashuv ekan? Silliq nishon. Wow, zo'r bellashuv. Olqishlar. Eshitilmayapti. Keyingisi siznikicha? Dorboz. Wow, bu ham zo'r. Juda qiziq. Qani siz o'qingchi? Puf. Wow, bu juda bir o'zgacha, kutilmagan bellashuv bu puf. Ana endi birin-ketin bellashuvlarni ko'rib o'tamiz. Shiribom Show'da ishtirok etishni istaysizmi? Buning uchun atigi 3 ta shartni bajaring. Shiribom Show logotipi tushirilgan mahsulot ichida maxsus QR kodni toping. Shiribom ilovasida ro'yxatdan o'ting. Ilovada QR kodni skaner qiling yoki noyob raqamingizni ro'yxatdan o'tkazing. Shunda siz Shiribom Show ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, qancha ko'p QR kodlarni skaner qilsangiz, ishtirokchi bo'lishga imkoniyatingiz shuncha ortib boradi. Shiribom Show'da ko'rishguncha. Dorboz. Ishtirokchining vazifasi to'pni muvozanatda ushlab, har bir idishga bittadan to'p tushirish. Vaqt 1 daqiqa bilan cheklangan.
Demak, azizlar, ko'rib turganingizdek, bizni dorboz deb nomlangan bellashuvimiz tayyor holatda. Bizning ishtirokchimiz Nur Muhammadni olqishlar bilan kutib olamiz. Nur Muhammad, marhamat. Qani keling. Ri bom. Qani ketdik, boshladik. Hop, birinchisi bor. Ikkinchisiga harakat, hop, ikkinchisi ham bor. Uchinchisi. Hop, mayli, hech qisi yo'q, keyingisi. Yaxshi, qani. Yaxshi, keyingisi. Voy, hech qisi yo'q, keyingisi. Keyingisi. Yaxshi, keyingisi. Voy. Qisi yo'q, qisi yo'q. Qani, hop, yaxshi. Keyingisi. Opa, yaxshi. Qani. Hop, bittasini olib tashlaymiz. Qisi yo'q. Keyingisi. Bitta ona qoldi. Qarsiyalar bilan. 6 soniya vaqtimiz bor. Tushir. Mayli, qisi to'xtang. Top, vaqtimiz tugadi. Biz 1 2 3 4 5 6 ta koptokni joy-joyiga tushirdik, ko'rib turganingizdek. Nur Muhammadni tabriklab qo'yamiz, olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz joylariga. Endi esa ikkinchi ishtirokchimizni chaqirib qolamiz. Behruz, marhamat. Qarsiyalar bilan kutib olamiz. Behruz, xush kelibsiz. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Shartlar bilan tanishsiz, to'g'rimi? Tanishtirib o'tish shart emas. Tayyorsiz-a? Demak, ri bom. Qani boshladik. Qani. Hop. Vaqt yo'q, bu tushmadi. Qani, to'xtang, ketdi. Yo'q, nima? Bu ham shunaqa bo'lib qoldi. Qani, ketdi. Yaxshi. Qani, davom etamiz. Yaxshi. Ketdi. Hech qisi yo'q, hayajonlanmaymiz. Ketdi. Negadir suslashyapsiz. Ketdi, yaxshi. Ketdi, keyingisi. Chiqisi yo'q, qani ketdi. Qani. Olqishlar yetishmayapti. Shu sababdan. Hop, yaxshi. Behruzbek, qani. Qani, yaxshi. Qani, davom etamiz. Yozgina kech qoldingiz. Qani. Hop! Stop! Vaqt tugadi. Behruzbek, siz tabriklaymiz. 1 2 3 4 5 6 ta koptokni o'z joyiga tushirdik. Endi keyingi ishtirokchimizni chaqiramiz. Shukronani. Marhamat, Shukrona. Arsenal bilan kutib olamiz. Nima Muhammadjim? Shukrona, xush kelibsiz. Hayajon yo'qmi? Mana hammasini to'ldirib tashlaysiz hozir. Demak, tayyorsiz. Ri bom, qara boshladik. Yaxshi. Qo'sh. Yaxshi. Opa, qisi yo'q, qani. Hop, qisi yo'q, qani. Voy, qisi yo'q, qani. Yana. Opa! Qani keyingisi. Qani. Zukkolik bilan, ipchillik bilan. Gap yo'q. Olqishinglar eshitilmayapti, olqishinglar. Azgina qoldi. Qani ketdi. Opa, qisi yo'q, qani ketdik. Tayyor qilib turibman. Keyingisi yana bir dona. Wow, yana. Opa, qisi yo'q, qani. Davom etamiz. Qisi yo'q, qani ketdi. Qani. Vaqt tugadi. Stop. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Guvohi bo'lganingizdek, o'z-o'zidan Shukrona bu shartimizda g'olib deb e'lon qilinadi. Tabriklaymiz Shukrona. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Endi biz keyingi bellashuvga o'tamiz. Silliq nishon to'p stakan bilan yopiladi. Ishtirokchi stakanni stol bo'ylab shunday harakatlantirishi kerakki, u nishonga tushsin. Vaqt 1 daqiqa bilan cheklangan. Sariq guruhning silliq nishon deb nomlangan bellashuvi tayyor holatda. Endi biz
hozir birinchi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Mashhudani kutib olamiz, marhamat, qarsaklar bilan. Mashhuda qani, marhamat. Shartlar bilan tanishib oldingiz, to'g'rimi? Demak, Shiri bom deganimda boshlaymiz. Shiri bom, qani vaqt ketdi. Yaxshi, davom etamiz. Davom etamiz. Yaxshi, davom etamiz. Hop, hop, stop. 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 9 soniyada ushbu shartni to'liqonli bajardingiz. Sizni tabriklayman, mashhurdan kuzatib qo'yamiz. Gap yo'q. Endi keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Behruzni olqishlar bilan kutib olamiz. Behruz! Qani keling Behruz, tayyormisiz? O'yinni ko'ringiz qanday o'ynalishini, to'g'rimi? Shiri bom, qani boshladik. Yaxshi, hechqisi yo'q keyingisi. Xo'sh. Hechqisi yo'q. Qani. Hop, hechqisi yo'q. Men sizga ishonaman. Hop, ozgina qoldi. Qani. Hop, hechqisi yo'q, qani. Ketdi. Hop. E'tiborli bo'lamiz, e'tiborli bo'lib diqqatni qaratamiz, diqqatni. Vaqt ketmoqda bizda. Ozgina qoldi, ozgina. Hop, hechqisi yo'q, qani. Hop, hechqisi yo'q, qani. Davay, Behruz, ishonaman. Behruz. Qani. Sizda 10 soniya vaqt bor. Shuni esingizdan chiqarmang. Ketdi. Diqqat bilan. 4 sekund vaqtingiz qoldi. 4. Qani. Vaqt tugadi. Stop. Behruz. Hechqisi yo'q. Behruz. Men o'zim ham tushkunman, holatga tushib qoldim sizni ko'rib. O'tirib olishingiz mumkin. Endi biz so'nggi sariq jamoadan Yasminani kutib olamiz qarsaklar bilan. Yasminaxon, xush kelibsiz. Hayajon yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Demak, Shiri bom, qani boshladik. Hechqisi yo'q. Ketdi. Qani. Davom etamiz. Ozgina qoldi. Qani. Voy, ozgina qolganda, qani. Hop. Xo'sh. Nishonni to'g'ri olishga harakat qiling. Hop. Sal ko'proq kuch ishlating endi. Xuddi shu urinishda ko'proq kuch. Voy! Olqishlar eshitilmayapti. Hechqisi yo'q. Hop, hechqisi yo'q, qani. 15 soniya vaqtingiz qoldi, qani. Bor kuchni qarating, Tushirasiz. Qani. Hop. Ozgina qolgan. Stop. Hechqisi yo'q. Hozir mana ko'rib o'tganingizdek, bir dona ham dishlarimiz tushmadi. Sizni o'z joyingizga kuzatib qo'yamiz. Olqishlar bilan. O'z-o'zidan bu bellashuvimizda mashhuda g'olib deb topildilar. Puf! Konuslarda to'plar joylashgan. Ishtirokchi to'pni puflab, konus oldidagi stakanga tushirishi kerak. Maqsad 1 daqiqada ko'proq to'pni stakanlarga tushirish. Ko'rib turganingizdek, yashil guruhning puf deb nomlangan shartiga ham yetib keldik, azizlar. Hozir birin-ketin guruhning ishtirokchilarini birma-bir taklif qilamiz. Elshodbek, marhamat. Xo'sh, Elshodbek, tayyormisiz? Shartlarni hammasini tushunib oldingiz, to'g'rimi? Shiri bom, qani olqishlar bilan. Yaxshi. Olqishlaringiz yetishmayapti Elshodbekka. Ozgina qoldi. Yaxshi. Yaxshi, endi to'ymagan. Qo'y. Hisoblaymiz, to'xtang. Mana bundan olib qo'yavering. Qo'ying. Qani? Yaxshi. Mana, tayyor tur.
Voy. Yaxshi, chiqisi yo'q. Vaqtdan unumli foydalaning Elshodbek. Voy. Diqqat bilan. Voy, gap yo'q. Keyingisi. Gap yo'q. Qaysi biri to'lmagan yana? Mana bu to'lmagan. Voy. Qani. Oxirgi soniyada ulgurib qoldingiz Elshodbek. Qani? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta idishni to'ldiribdilar koptokcha bilan. Tabriklaymiz, olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz Elshodbekni. Endi keyingi ishtirokchimizni chaqirib qolamiz. Durdonani olqishlar bilan kutib olamiz. Durdonaxon, marhamat. Turib oling, o'z joyingizga egallashingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, Shiri bom deganimda boshlaymiz, xo'pmi? Xo'p. Shiri bom, qani boshladik. Yaxshi. Boshlanish yaxshi. Yaxshi. Wow, Durdona. Wow, olqishlar eshitilmayapti. Durdona вообще epchil chiqdilar. Gap bo'lish mumkin emas, gap. Qo'ya to'lmagan idishlarni to'ldirishingiz mumkin. Wow, yana keyingisi ko'k idish to'lmay qolgan. Wow, keyingisi mana bu yashil. Qani davom etamiz. Yaxshi, juda zo'r ketyapsiz. Mana, yo'q. Hayda. Ozgina qoldi. Qani. Wow, Durdona. Bitta qoldi. Qani? Sizga ishonamiz. Durdona. Wow, stop! 53 soniyada Durdona hammasini to'ldirib chiqdilar. 9 ta idishni ham koptok bilan to'ldirdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani olqishlar eshitilmayapti. Olqishlar bilan Durdonaxonni kuzatib qo'yamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi biz keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Demak, yashil guruhdan so'nggi ishtirokchi Azbekni kutib olamiz. Marhamat, Azbek, olqishlar bilan albatta. Azbek, tayyormisiz? Ha. Hayajon yo'qmi? Yo'q. Bo'lishi ham kerak emas. Yarim O'g'il bolaga hayajon bo'lishi kerak emas. Shiri bom. Wow, birinchi yomon emas, yaxshi. Davom etamiz. Wow! Olqishlar bilan. Yaxshi. Wow! Voy, o'zim ham hayron qolib ketaman. Bitta mana. Azbek, qani. Wow, stop! 18 soniyada Azbek hamma koptoklarni idishiga joylashtirib qo'ydilar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Azbek, nima ish qilasiz? Uyda har kun shunaqa uxlab yurasizmi deyman? Yo'q. Qilib, tayyorlanib kelibsiz-a? Gap bo'lishi mumkin emas. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz Azbekni. Olqishlar bilan. Azbek. Mana guvohi bo'lganingizdek, o'zingiz o'zidan Azizbekni g'olib deb bildik. Chunki 18 soniyada ushbu shartni to'laqonli bajardilar. Demak, biz finalga o'tamiz. Bolajonlar, erkatoylarim, xafa bo'lmasin, hech kim xafa emas, to'g'rimi? Yo'q. Mana sizlarga qo'lingizda mana Sheribom tomonidan shirindan shakar shunaqa sovg'alar uyga borib mazza qilib, yeb, chaynab mazza qilib yurasizlar. Xo'pmi? Xafa bo'lmasdan ketish. Bu degani boshqa qatnashmaysizlar bo'ldi degani emas, yana qatnashish imkoniyatinglar bor bu shouda. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz, to'g'rimi? Sheribom, kayfiyatlar bom! Zinador. Ishtirokchi to'pni yerga tushirmasdan bir idishdan ikkinchisiga oshirib o'tkazib, uni pastki idishga tushirish kerak. Vaqt 1 daqiqa bilan cheklangan. Bu bellashuvimizning nomi Zinador deb nomlanadi. Hozir birin-ketinlik bilan barcha ishtirokchilarimizni birma-bir chaqiramiz. Shukrona, marhamat, qarsiylar bilan Shukronani kutib olamiz. Shiri bom, qani boshladik. Shuni yubormasdan, hop, qichqisi yo'q qani. To'g'rilaymiz, ketdik. Qo'sh. Shuni yubormasdan, yaxshi. Lekin astalik bilan. Hop, yaxshi. Keyingisi. Asta-sekinlik voy tushib ketdi. Yana boshdan ketdik. Qani tepaga qaytamiz. Sizda bir narsani hisobga oling, 1 daqiqa vaqtingiz bor edi. Voy, yana tushib ketdi. Tayyor turamiz. Yaxshi. Keyingi etap.
Hop, yaxshi. Vaqtimiz juda oz qoldi. Harakatda bo'lamiz. Mo'ljalni to'g'ri olishni unutmang. Yaxshi. Keyingisi. Yana bitta qoldi. Tezlashamiz. Shukrona. Vaqt tugadi. Tugadi vaqt, Shukrona. Hech ham xafa bo'lishga o'rin yo'q, lekin hali shartlarimiz oldinda. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Qarsiylar bilan kuzatib qo'yamiz. Demak, keyingi ishtirokchimizni chaqiramiz. Mashkudani qarsiylar bilan kutib olamiz. Qarsiylar. Qani Mashkudaxon? Mana bu yerga turib oling. Shiri bom. Yaxshi. Hayajonlanmasdan. Yaxshi, olqishlar eshitilmayapti. Nimaga hammanglar jim kuzatyapsizlar? Xuddi bir o'zingizlar ishtirok etayotganga o'xshaysizlar. Qani, yaxshi, Mashkudaxon. Yaxshi, juda epchil chiqdilar Mashkuda. Qani? Gap yo'q, stop. 24 soniyada Mashkudaxon joyiga tushirdilar. Ofaring. Qarsiylar bilan kuzatib qo'yamiz Mashkudani va so'nggi ishtirokchimiz Azbeni qarshi olamiz. Qarsiylar bilan qani Azbe. Azbe hayajon yo'qmi? Demak boshlaymiz. Demak. Shiri bom, qani ketdi. Xo'sh Azbek, yaxshi. Xo'sh. Keyingisi. Shoshilmasdan diqqat bilan, yaxshi. Opa, oxirgisi. Xo'sh. Hoppa. Oxirgi stop. 24 soniyada Azbek ushbu shartni to'liq bajardilar. Demak, ko'rib turganimizdek, hozir juda kichkina milli soniyalar rol o'ynagan bu yerda. Azbeniki 24:32 millisekund, Mashkudaniki esa 24:58 millisoniyani rol o'ynagan. Bundan kelib chiqadiki, Azbe birinchi o'rin deb e'lon qilinadi. Tabriklar, olqishlar. Azbe birinchi o'rin, Mashkuda ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin esa Shukrona. Mana biz eng oxirgi ko'rib turganingizdek sovg'alarga boy Shiribom barabariga ham yetib keldik. Biz 3-o'rinni olgan Shukronani taklif qilamiz. Marhamat, qarsiylar bilan. Marhamat. Demak, siz mana shu binafsha rangli barabarni aylantirasiz. Siz nima tushishini xohlar edingiz? Rolik. Barabar. Demak, xudo xolisa rolik tushadi. Qani? Shiribom! Aylantiring. Qani nima tushar ekan? Olqishlar bilan kutib turamiz. Balki qaramay turarsiz Shukrona bundoq qilib. Sir bo'lib turar hamda. Yo'q, qarab turgan yaxshimikan? Qiziq. Nima tushar ekan? Mana shu yerga turib oling, qani. Olqishlar eshitilmayapti. Shukronani qo'llab-quvvatlab turinglar. O'yinchoq. Wow! Fotoapparat! Olqishlar, Shukronani tabriklaymiz. Fotoapparatlar muborak bo'lsin. O'zim sizga hozir fotoapparat olib beraman. Mana sizni fotoapparatingiz bu noyob fotoapparat. Boshqacha joyida rasmga olasiz, joyida rasmingiz chiqadi. Olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz Shukronani. Demak, ikkinchi o'rinni olgan ishtirokchimiz Mashkudani chaqirib qolamiz. Qarsiylar bilan albatta. Qani xush kelibsiz. Mashkuda tayyormisiz? Mana shu futbolkangizga mos sariq rangli barabarni aylantirasiz. Nima tushishini xohlagan bo'lardingiz? Elektron kitob. Bom! Qani ketdik. Olqishlar, balandroq. Xo'sh. Mashkuda nima tushar ekan? Kitob o'tib ketmoqda bu yerda. Nima tushar ekan? Voy. Megafon. Wow, hech qaysi shovimizda bo'lib o'tmagan sektor tushdasizlar. Bu Megabom. Megabom nimaligini esa hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Demak, biz Megabomga start berish arafasidamiz. Megabomni shartlari bilan tanishtirib o'tsam. Megabom shunday narsaki, hozir Mashkuda pastga qarab tushiriladilar. Pastga tushganlardan so'ng 30 soniya vaqt beriladi.
qo'llariga sig'ganicha tuxumlarni, qo'llariga bo'ladimi? Qayerga xohlasalar, qo'llariga qancha sig'sa, hammasini olib va 30 soniyadan keyin tepaga ko'tariladilar. Qolgan tuxumlarni ichida shunday sovg'alar berkitilganki, u yerda eng qimmatbaho sovg'alar ham bor. Hattoki Shiribom tomonidan zashkalar ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'ying. Bu endi omad. Shiribom! Qani. Omad tilab qolaman sizga. 30 soniya vaqt ketdi. Terib oling. Men soniyani sanab turaman. Yig'ganingizcha. Men sizga bir narsani aytaman. Yotib turib, xuddi o'rgimchakka o'xshab bunday ushlasangiz yaxshi bo'ladi. Xohlasangiz mayli ichingizga tiqishga ham ruxsat. 25, 4, 3, 2, 1, 0. Vaqt ketdi. Oy! Mashkuraga olqishlar bo'lsin. Mashkura, qo'rqmadingizmi? Tepada. Lekin hayajon bosdi, to'g'rimi? Nega chug'i kam? Ne ko'p olmadingiz? Bu yerda bir ko'rishimcha 4 dona tuxum bor ekan, yana 4 dona kichkina o'yinchoqchalar. Endi birma-bir ochib ko'ramiz, xo'pmi? Qaysi biridan? O'zingiz xohlaganingizni olib birinchi bo'lib oching. Qani? Nima chiqar ekan? Mana. Qani o'qib ko'ramiz. O'zingiz o'qiysizmi, men o'qib bering. Mango 1 dona. Mango yutib oldilar 1 dona. Xo'sh, endi bunisini ochamiz. Bunisini mana bu yerga qo'yib turamiz. Xo'sh, nima ekan? Qani ko'ramiz. Shiribom 2 qadoq. Keyingisi nima chiqqan ekan? Shiribom 1 qadoq. Olqishlar. Qani bunda nima bor ekan? Xo'sh. Freshbol 1 qadoq. Demak, birinchi o'rinni olgan ishtirokchimiz Azizbekni qarselovsini kutib olamiz. Marhamat Azizbek. Siz mana shu o'rtadagi super prizli barabanni aylantirasiz hozir. Shiribom, qani aylantiring. Xo'sh. Nima tushar ekan? Xo'sh. Nima tushar ekan? Mana shu o'tib oling. Velosiped, planshet, elektrosamokat. Men nima dedim? İç-içingizdan niyat qilsangiz amalga oshadi dedim. Ko'rdingizmi? Elektrosamokat muborak bo'lsin. Qani elektrosamokatimiz? Mana elektrosamokatimiz. O'z qo'llarim bilan sizga olib beraman hozir elektrosamokatni. Mana bu sizni elektrosamokatingiz. Keling, mana ochib bering. Mana sizning elektrosamokatingiz. Azizbekni olqishlab qo'yinglar, tabriklab qo'yinglar. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek showimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana hammaligi o'z sovg'aligini qo'lga kiritishdi. Bizni kuzatishda davom eting. YouTube'da, Instagram'da kuzatib, barcha hamma showlarimizdan xabardor bo'lib turing. Keyingi yakshanba tomosha qiling. Xayr. Shiribom Show'da ishtirok etishni istaysizmi? Buning uchun atigi 3 ta shartni bajaring. Shiribom Show logotipi tushirilgan mahsulot ichida maxsus QR kodni toping. Shiribom ilovasida ro'yxatdan o'ting. Ilovada QR kodni skaner qiling yoki noyob raqamingizni ro'yxatdan o'tkazing. Shunda siz Shiribom Show ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, qancha ko'p QR kodlarni skaner qilsangiz, ishtirokchi bo'lishga imkoniyatingiz shuncha ortib boradi. Shiribom Show'da ko'rishguncha.